maysını tartib o'stirish. Burunqi zamonda nayt aldiranғы bir dehqon bo'lgan ekan. Bir kuni u etizliqiga bug'doy teribdi. Ammo uningga bug'doylari bek osti o'sayotgandek tuyulibdi. Bu maysılar nimancha osti o'sadiganda? Qanday qilganda bu mayslarni tezroq o'stirgili bo'ladiganda? Amal topdim. Shunday qilib, dehqon intayin yaxshi bir amal tepibdi. Qanday amal demamsiz? U har bir tal maysini az-azdan ustiga tortib qo'yibdi. Tartibdi. Shunday qilib, etizliqidagi hamma maysini tortib chiqibdi. Bu dehqon kech kirgacha mana shunda japorliq ishlabdi. Va o'z amgigidan nihoyat mamnun bo'lgan holda uyga qaytibdi. Bugun bak yerib ketdi. Voy bilim. Neymiş qilib buncha yerib ketdim? Etizliqdagi mayslarning tezroq o'sishi uchun ularni tatib o'sishiga yordam qildi. Ha? Tatib o'stirdim? Bunda qilsam mayslarning hammasi qurib ketmamdi. Tozimi bir ahmoqlik-ku bu. Undaq bo'lmaydi. Qarab tur, iltiganlikka mening mayslarimning senikidan tez o'sib ketganligini ko'rsa. Maysalarimning hammasi qurib ketibdi-ku. Voy isit. Ikkinchi kuni dehqon etizig'i kelib, hang-tang qopdi. Shundaq, ish qilganda astoydil o'ylashmay, aldiraqsonlik qilib, narsalarning taraqqiyot qonuniyatiga xilop ish qilinsa, aksincha yomon oqibat ib keladi.